Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Bugun sizlar bilan GitLab Raskroy programmani darsini o'tamiz. GitLab programmasi nima? Bu GitLab programmasi raskroychining programma. Bazis bilan ham совместно ishlaydi. Agarda xohlasanglar, sizlarda qanaqadir uslugalar bo'ladigan bo'lsa, Raspberry bo'yicha, shu Raspberry bo'yicha uslugani ham GitLab orqali qilsanglar bo'ladi. Birinchida kelinglar GitLab programmasini ishga tushiramiz. Mana GitLab Local degan programma bor. Shunga kiramiz. Разрешить достуp qilamiz. Mana ochildi. GitLab Local programmasi. Endi bu обязательно ключ bilan ishlaydi. Ключi mana bunaqa bo'ladi ko'rinishi. Hop, mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi ключi. Shu ключ tiqasizlar, o'zi avtomatik 1-2 minutda настройкасini qilib bo'ladi. Hamma kerakli litsenziyalari bo'ladigan bo'lsa, o'sha litsenziyaga qarab ishlayveradi mana. Hozir menda mana обновить qilaylik. Отсутствует ключ защиты deyapti, lekin ключim ulangan. Yonmayotgan ekan demak. Hozir buni o'rnini almashtirib ko'raman. Обязательно ключi yonishi shart bo'ladi, pushti rangda yonadi. Endi обновить qilib ko'radigan bo'lsak, mana bunaqa spiska chiqdi. Mana ключi nomerlari, mana optimizatsiya listovoy раскройga ключ bor menda. Hop, Cadmatica и Pin Center GitCatga post protsessorga ключ ochilgan. Hop, birinchi navbatda nima qilamiz? Birinchi navbatda настройкalarini ko'rib olishimiz kerak. Papka proyektov. Mana hamma kerakli fayllar qayerga tushishi kerak, shularni ko'rsatishimiz kerak mana. Hozir bizda mana project degan papka yo'q. GitLab mana desktop ichida, рабочий stol ichida GitLab degan papka bor. Shuning ichida project degan papka bo'lishi kerak. Na samom деле bu papka yo'q. Mana buni ошибка beryapti. Ne naydini deb mana ko'radigan bo'lsak, bu yerda projects degan papka yo'q. Shu projects degan papkani sozdат qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu именно projects bo'lishi shart emas. Misol uchun boshqacha nomda nomlasanglar ham bo'ladi. Misol uchun proyekt deb yozsanglar ham bo'ladi. Proyektni ichiga kiramiz. Botga ichiga kirgandan keyin mana bu joyga bitta bosib, mana shu adresdan kopiya olib olamiz mana. Bu yoqqa o'tib turib, papka proyektga kirib, shu yerga stavit qilishimiz kerak bo'ladi. Mana shu proyekt degan nomga o'zgardi. Okey qilamiz. Ana endi programmamiz to'g'ri ishlaydi. Papka extensive shablonovga ham kiramiz. Tak, extensive papkamizda menimcha to'g'ri turibdi. Tak, extensive papkamizda bor, turaveradi. Keyingisi papka etiketga. Berkalarniki labels papkani ichida. Labelsimiz ham bor, mana to'ppa-to'g'ri turibdi. Okey. Rejim vvoda detali. Ne предлагатga qo'yib qolamiz. Okey. Сохранение отчет все deb turadi. Bular endi hozircha shunda turib turaversin. Post protsessorga ham tegmaymiz. Вообще-то menda hozir Cosmo Cadmatic to'rga litsenziya bor и GitCatga bor. Вообще-то o'zi botlarga tegmasa ham bo'laveradi, shart emas. O'zi birinchi ustanovka bo'lganda mana shu настройкалар standart holatda turaveradi. Ana endi Xensi redaktorga bossak, mana bunaqa sverlolar chiqib keladi. Bular menimcha hozircha kerak emas bizga. Shuning uchun buni to'ldirib o'tirmaymiz. Import из конструктора. Osh комплектующий, дополнительные операции. Osh bular ham kerak emas ekan. Учет остатков. Bu ham endi ADNS orqali ishlaydi. Bu narsa bizga hozircha kerak emas. Shuning uchun buni qilmay turib qolamiz. Agarda обновлениялар bo'ladigan bo'lsa, yangi versiyalar chiqqan bo'lsa, mana обновление knopkasiga bosib обновить qilib olsak bo'ladi. Hop, ana endi yana bitta joyini to'g'irlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zi standart holatda birinchi ustanovka bo'lganda programma mana 100 ko'rinishda turibdi. Mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsanglar, masshtab 110 turibdi. Hozir 100 bo'lmayapti, 100 masshtabda turadi qisqasi. O'shani 90 qilib qo'yadigan bo'lsak, mana kichkinaroq bo'ladi-da, hamma mana ikonkalari
chiroyli bo'lib joylashadi. Buni qanaqa qilyapman? Buni Ctrl kirnovkasini bosib turib mishkani g'ildiragini aylantiryapman mana. Xuddi bu brauzer programmaga o'xshab ishlaydi. Brauzerskiy programma hisoblanadi. O'shaning uchun mana shunaqa ishlaydi mana. O'zingizga kerak bo'lgan masshtab qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bu masshtab har doim bir xil bo'lishi uchun shu brauzerni mana как будто bu brauzer deb oladigan bo'lsak, buni настройкasiga kirishimiz kerak. Buning uchun hozircha Ctrl H ni yumshoq xona bosamiz. Mana bunaqa History papkasini ochib beradi. History. Bu yerdan mana настройки bo'limiga o'taman. Настройки bo'limiga o'tgandan keyin mana показать дополнительные настройки degan joy bor. Масштаб страницы degan joy bor. Shu yerga 90% qo'yib qo'ysam, mana o'zi kichraydi, normalniy bo'ldi. Ana endi skachenli faylni qayerga tushishini mana shu yerdan ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. O'zingizga kerak bo'lgan papkani shu yerdan qo'yib qo'yaverasizlar. Mana bu joyda galochka turishi kerak, avtomatik saqlanib qolib olmasligi uchun shu joyga galochka qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qolgan joyga tegishimiz shart emas. X bosib chiqib keturamiz bo'ldi. Xo'p, ana endi mana bu yerdan yozuvni to'g'rilab qo'ysanglar bo'ladi. Вообще-то o'zi ruschada ishlanadi. Endi papka ochish uchun mana добавить papka qilamiz. Misol oy bo'yicha sortirovka qiladigan bo'lsak, 02-oy fevral deb yozsak bo'ldi. O'sha boshli nomeri bo'yicha ketaveradi. Misol uchun 01 yanvar. Cho'ta hozir noto'g'ri qo'ydim. 01. Namlokim ochiq ekan, uzr. 01. Yana yo'q. 01 yanvar mana. 01 qilganimda shu tepaga chiqib ketdi. Shunaqa tartibda o'zingizga kerakli oyni sozdat qilib olsanglar bo'ladi papka qilib. Ana endi mana papkaning ichiga 2 marta bosib kiraman. Ana endi buni ichiga proyektni tashlashimiz kerak bo'ladi. Proyektni tashlash uchun mana добавить degan knopka bor. Shuni bosamiz. Mana bunaqa okno chiqadi. Bu yerga zakaz nomeri yoki klient nomini yozib olsanglar bo'ladi. Misol uchun men hozir bir qilib turaveray bo'ldi. Bir qilganimizda mana bunaqa okno chiqadi. Demak, boshidan ko'rib chiqadigan bo'lsak, boshidagi mana bu zakazi proyektni nomi bo'ladi. Valyuta UZS so'mda. Mana bunga bosib turib, misol uchun USD qilib qo'ysanglar, imamga bossanglar, pastda yana shu USD anaqada nomda qolaveradi. Hozircha u UZS qilib qo'yaveray. Mana bu yerda qachon kelgan zakaz, qachon tayyor bo'lishi kerakliklarini shu yerga yozib qo'ysanglar bo'ladi. Agar xohlasanglar yozib qo'ysanglar bo'ladi. U prinsipialniy narsa emas. Bu yoqqa qanaqadir qo'shimcha informatsiya, telefon nomeri, adreslarini yozib qo'ysanglar bo'ladi. X bosib chiqib ketsa bo'ladi mana. Yana 2 marta bossa, yana shu yerga kiradi. Xo'p, operatsiya vkladkasi, operatsiyada mana bunaqa spiskalar chiqadi, izdeylada mana bunaqa izdeylarga chiqib keladi. Xo'p, mana bu knopkaga bossak, добавить листовой раскрой. Mana xuddi shu mana bilan bu bir xil hisoblanadi. Bitta komanda bo'ladi bu. Как будто горячий klavishaga o'xshagan narsa bo'lib qoladi bu. Mana bunday bossak, spiska o'chib ketadi, lekin mana bu yerga qolaveradi. Farqi shunda. Komplektatsiya и другие действия. Bu yerda qanaqadir komplektatsiyalar, furnituralar bo'lsa, shuni qo'shib yozib ketsanglar bo'ladi. Hozircha bunga to'xtalib o'tirmayman. Buni sal keyinroq oxirroqda ko'rib chiqamiz. Hozir bizga asosan listovoy bilan ishlashi настройкалаrini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Buni o'chirib turaman. Mana X bosib, ana endi listovoy раскройga bosaman. Listovoyga bosganimizda mana bu narsaga o'zgardi. Bu yerdan mana list artikuloviy kodi bo'ladigan bo'lsa, o'shani kirgizib olishimiz mumkin. 081 misol uchun. Mana 081 kodi и materiallar nomi 508 kvadrat deb mana shunaqa nomlab chiqazib olsanglar bo'ladi. Ana endi bu yerga narxini yozib olsanglar bo'ladi. Narxi mana bu yerda hozir o'zgarmayapti. Narxlarni yozish uchun bu yoqqa kiramiz. Hozircha shu yerdan ko'rib chiqaveraylik. Qisqasi bu yerda materiallar общий tag bo'lsa,
и bu yerda qilayotgan operatsiyani общий itago summasi и общий itago bu bilan buniki qo'shilganda общий itago shu yerdan chiqariladi. Pechat qilish, yangi stranitsada pechat qilish degani. Hop, kod nimaga kerak bo'ladi? Bu kod misol uchun GPU stanokka shtrix kodda ishlayotganimizda, shu shtrix kod sozdат qilishimizda materiallar kodi bo'lishi kerak yoki artikuli qisqartma uchun. O'shanda biz hamki kod qo'yib ketishimiz kerak. Buni sal keyinroq ko'rib chiqib ko'ramiz. Hozircha mana nastroykalarini ko'rib chiqaylik, keyin bu yoqqa o'zi sekin yetib kelamiz. Demak, mana bu yerda ham material nomi ko'rinib turibdi. LSPB'ga mana bunaqa tepa past qilib o'zimizga kerakli joyga surib qo'yishimiz mumkin. Parametri izделия, parametri materiallar to'g'rirog'i. Talshina, ya'ni materialimizning qalinligi 16 mm. И materiallar narxi deyapti, necha pul turishi. Misol uchun 360 ming so'm yozamiz. Расчет процент заполнения. Qancha to'ldirilishi degani bu. Mana Mahmudga bossanglar, o'shchada mana informatsiyalar hammasi bor, nimalar bo'layotgani. Shu yerdan ko'rib, tushunmagan joyinglar bo'lsa, shu yerdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Men bir xil joylariga podrobniy to'xtalib o'tirmayman. O'zingizlar shu yerdan ko'rib, o'zingizlarga kerak ma'lumotni topib olasizlar. Количество листов bu общий раскрой bo'lganda ko'rinadi. Расчет стоимости по листам deyapti. List bo'yicha расчет qilish degani. Misol uchun bitta detal bitta listga ketayotgan bo'lsa ham uni как будто bitta list hisobida расход qilish degani bo'ladi. Ko'proq bu uslugada yordam beradi, hozircha menga kerak emas. Расчет стоимости операции по длине реза, ya'ni arrani yurish uzunligiga qarab narxini chiqazib berish degani. Yoki perimetr detal, yoki detal kvadrat metri, yoki listi kvadrat metriga qarab chiqazib berish degani bu. Hozircha ploshet materiali qilaylik-da. Bu yerda mana ko'rib turgan bo'lsanglar, ozgina xatolik ketyapti. Mana joy o'zi o'zgarishi kerak edi. Ploshet materiali qilamiz-da, bir anaqaga listga necha pul olishi kerak. Ya'ni o'rtacha oladigan bo'lsak, bitta raspilchi taxminan вообще-то operatorlar 8000 so'm oladigan deb oladigan bo'lsak, u holatda 8000 so'mni bo'lishimiz kerak 508 ga taxminiy summasi mana 1380 so'mga to'g'ri kelayotgan ekan bir kvadratiga. 1380 so'm deb yozib qo'yaylik. Ploshet materiali mana. Ostatik, minimalniy ostatka razmeri necha bo'lishi kerak? Ostatka listlarni. Bular endi sizlarda boshqacha bo'lishi mumkin. Men endi oldin ishlatganimcha shu razmerga qilib qo'yganman. Mana 1000 mm ga 500 mm qilib qo'ysanglar, normalniy ostatkalar bo'lib chiqadi. Undan kichkina detallarni unaqa hisoblab o'tirmaydi, unga etiketga chiqarib o'tirmaydi. Agarda bu yerga 0 qo'yib qo'yadigan bo'lsanglar, kichkina detallar chiqadigan bo'lsa, misol uchun 100 ga 400 lik ostatka chiqadigan bo'lsa, o'shanga ham ostatka deb etiketga chiqazib beradi. Shunaqa narsalardan qochish uchun mana shu значениyalarni sal kattaroq kirgizib qo'ysanglar, unda kichkina detallarga, ostatkalarga etiketga chiqazib bermaydi. Mana bu joyi ploshet derovi ostatka degan joyi, ya'ni yarim kvadrat bo'ladi. Mana men bilan buni ko'paytirsak, shu yarim kvadratni programma teksturasini bunaqasiga ham o'lchab ko'radi. Yarim kvadratdan oshsa, demak bu yaxshi ostatka deb olib qo'yadi, unga etiketga chiqazib beradi. Hop, ограничение, ya'ni cheklovi. Minimalniy qancha razmerli detalli kessa bo'ladi degani. Misol uchun 30 mm dan kichkinasini kesmagin deb aytaylik. 30 dan kichkinasini o'sha spiskaga tushirsak, programma avtomatik xatolarni chiqazib beradi. Hop, parametri раскроя. Толщина pili, ya'ni arrani qalinligi. Buni o'zingizlar faktiskisini o'lchab turib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Endi agarda xozma ishlatadigan bo'lsanglar, pilni center, unda ko'pincha 4 mm lik arra bo'ladi. Tarsovka по длине, tarsovka по ширине, ya'ni chetidan olishlari qanchadan bo'ladi.
Bu yerda bitta narsani hisobini olinglar. 4 millimetr bo'lgandan keyin обычный boshqa raskroylarga o'xshab, misol uchun 110 millimetrdan deb qo'yadigan bo'lsak, 10 millimetr 2800 dan keyin chiqib ketadigan bo'lsa, 10 bo'lsa 2780 uzunlikda qoladi. Misol uchun, GitLabda bu narsa sal boshqacharoq ishlaydi. Ya'ni 10 millimetrdan keyin mana bu arra yurish boshlanadi. Ya'ni mana bundoq bo'ladi. Uzunasiga olayotgan bo'lsak, 2800 dan birinchi tarafdan 10 millimetr ayirib tashlaydi. Ikkinchi tarafdan yana 10 millimetr ayirib tashlaydi. Undan tashqari yana to'g'ri-to'g'ridan 2 marta arrani haqini olib tashlaydi. 2771 razmerda taxminan sizlarda list razmeri qoladi. Shuning uchun shu joyini sizlar bundoq qilib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun 5 millimetr qilib qo'ysanglar, taxminan arrani qalinligini 5 millimetr deb oladigan bo'lsa, tarsovka bilan o'shanda 10 millimetr qilib ketayotgan bo'lib chiqadi. Minimalniy отступ в конце degani bu qancha chetidan qolib turishlari degani. Bu narsa hozircha bizga kerak emas. O'shaning uchun to'xtalib o'tirmayman. Начальный направление резов, ya'ni birinchi rezlarni kesilishlarini qanaqasiga qilinishi degani. Uzunasigami yo enigami, shularni degani. Bo'yiga qo'yib qo'yamiz, farqi yo'q degani. Uchet teksturi, ya'ni teksturani yurishini hisobga olish degani. Agarda sizlarda однотонный materiallar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun oq, qora, pushti, qizil, unaqa holatda uchet teksturani o'chirib qo'yadigan bo'lsanglar, mana bu yerga qo'shilganda detallarni hammasini teksturasini mana bu yerda degan joyida farqi yo'q bo'lib ketaveradi. Galochkasi bor bo'lsa ham farqi yo'q qilib поворот qilaveradi. Использовать сложные полосы, ya'ni mana bunaqa polosalarni ishlatish degani. Mana сложная полоса, простая полоса, простая полоса. Ya'ni bu nima degani? Raspilchik birinchi polosani kesadi. Mana buni ikkinchi polosani kesadi. Mana bu 500 razmer, 550 razmeri qo'yadi-da, 3 marta kesib oladi. Mana bu 305 razmerga qo'yib turib, mana buni kesib oladi. Qisqasi bunda kamroq operatsiya bo'ladi, bu yerda ko'proq operatsiya bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdan katta bitta polosani kesib oladi, undan keyin 956 ga qo'yib bunaqasiga kesadi. Undan keyin 948 ga qo'yib buni kesadi, undan keyin 100 ga qo'yib bunaqasiga kesadi. Bunaqasiga razmeri 450 ga qo'yib ma'murani chiqazib oladi, undan keyin 568 ga qo'yib buni chiqazib oladi. 550 ni qo'yib buni chiqaradi. Bu yerda ma'murani kesib chiqazib oladi. Qisqasi mana сложный polosada detalli поворот bo'lishlari ko'payib ketadi. Lekin listlarimiz ham ekonom bo'ladi. Lekin bitta narsani hisobga olish kerak. Agarda listimizda qanaqadir shpanirованный mebel bo'ladigan bo'lsa, shpanirованный list bo'ladigan bo'lsa, unda qanchalik bu aylanadigan bo'lsa, сложный polosa bo'ladigan bo'lsa, shunchalik qirilish holati bo'ladi. Bu texnik noto'g'ri hisoblanadi. Shu joyga e'tibor berish kerak. Yo, menga unga farqi yo'q desanglar, unda mana shu joyga galочка qo'yib qo'ysanglar bo'laveradi. Maksimalniy количество вращений, ya'ni detalni necha marta aylantirish degani. 6 marta o'zi достаточно yetadi. Vысота paketi. Vысота paketi bu обычно pilni sentrlarga taalluqli hisoblanadi. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, vысота paketi mana maksimalnisi qancha bo'ladi, shularni ko'rsatamiz. Ya'ni 40 mm ko'rsatadigan bo'lsak, 16 dan 2 ta bo'ladigan bo'lsa 32 bo'ladi. Lekin arrani ko'tarilishi 40 mm gacha bo'ladi. Demak, shu 3-paketni boshqa anaqaga kroyga o'tkazib yuboradi degani bo'ladi. Agarda bu yerga 50 qo'yib qo'yadigan bo'lsa, kroyimizni paketnikda 3 ta bo'lib chiqib kelaveradi. Bu asosan o'sha boya aytganimdek, pilni sentrlarga ko'proq taalluqli hisoblanadi. Protsent заполнения для кратности, ya'ni ikkita karta kroy 90% bir-biriga o'xshasa, paketni qilib yuborish degani bo'ladi. Sortirovka polos, ya'ni ko'radigan bo'lsak, mana polosalarning sortirovkasi kattadan kichkinaga boshlab sortirovka bo'lib kelishi yoki kichkinadan kattaga boshlanib sortirovka bo'lib kelishi yoki узкий center.
Nimaga ustki sentr qilinadi? Sababi listni o'zini ichki qarshiligi bo'ladi. Shu ichki qarshilikni hisobiga mana bu ingichka polosalar mana bunaqa chetiga tushib qoladigan bo'lsa, bu detallar kamonga o'xshab bukilib ketib qoladi. Shunaqa bukilib ketish holatini oldini olish maqsadida o'rtaga qilinadi. O'rtada shu bukilib ketish holati kamroq bo'ladi. Detalimiz, ingichka detallarimiz to'g'ri bo'lib chiqadi. Shuning uchun ingichka polosalarni o'rtaga qilsa, texnически yaxshiroq bo'lib chiqadi, egilib ketmaydi. Buni misol uchun ustki sentr ma'munga qo'yib qo'ysak, polosaning ichidagisini mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, polosaning ichidagisi ham bo'lishi kerak. Bu yerda ko'rsatmabdi. Qisqasi polosaning ichida ham mana bu yerda ko'rsak bo'ladi. Mana bularni o'zi ustki polosa, ustki detal deb ko'radi. Shuni men ikkita eniga yirik detalni orasiga qo'yib beradi. Agarda xohlasanglar shunaqa qilib olsanglar ham bo'ladi. Mana ustki sentr qilib qo'yib qo'ysak bo'ladi. Minimalniy shirina polus, ya'ni polosaning minimalniy eniga qancha bo'lishi kerak. Buni ham endi stanok texnический xarakteristikasidan qarab qo'yish kerak bo'ladi. Maksimalniy shirina polus ham, maksimalniy длина polusi, ya'ni maksimalniy uzunligi necha bo'lishi kerak. Bu endi mana shu значениеda qovursa bo'ladi. Minimalniy обрезка. Minimalniy обрезка ham bu ham как pilni sentrlarda ishlatilinadi. Agar sizlar Holzma stanok ishlatadigan bo'lsanglar, unda bu yerga 7 qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buni endi подробно tushunish uchun, если при минимальных размерах обрезки торцовки 0 мм или 5 мм детали ее уводят в стороны или же пилот выкручивает из-за нагрева только с одной стороны, то вам необходимо выставить эти параметры больше, чем толщину самой пили. Ya'ni arrani qalinligidan katta razmer qo'yish kerak. Qisqasi detal to'g'ri chiqishi uchun. Qisqasi razmerlar to'g'ri chiqishi uchun, kalta bo'lib qolmaslik uchun mana 7 razmer qo'shib olsak bo'ladi. Bu narsa arrani qalinligidan katta bo'lishi kerak bu значение. Misol uchun 5 mm qilib qo'ysak ham, 6 mm qilib qo'ysak ham bo'ladi. Главныйsi mana bu razmerdan kichkina bo'lmasa bo'ldi. Keyingisi объединение detali. Qanaqadir ingichka detallar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni bitta qilib chiqazib yuborish degani. Buni endi hozir praktikada ko'rishimiz kerak. Припуск на обработку заготовки, ya'ni detallarni chetiga zapas razmer qo'shib berish degani. Bu narsa bizga qachon yordam beradi? Agarda kroyimizda shpon qilinadigan detallar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni chetiga zapas tashlashimiz kerak. Har tarafiga 10 mm dan. O'shanda mana shu yerga 10 mm qilib oladigan bo'lsa, 400 ga 400 detalli bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 420 ga 420 qilib beriladi. Unga shpon yopishtiriladi. Shpon yopishtirilgandan keyin shu o'zimizga kerak 400 ga 400 razmerda kesib chiqazib olsak bo'ladi. Shu joyga mana shu yerda kerakli значениeni qo'yib chiqazib olsak bo'ladi. Xo'p, настройkalarimiz hammasi bo'ldi. Ana endi bu настройkalarni har doim noldan yozib o'tirmaslik uchun mana bu yerda сохранить текущие параметры для использования по умолчанию. Ya'ni doimiy ishlatish uchun сохранить qilib qo'yish degan knopkasi bor. Shunga bosib qo'yaman. Bo'ldi. Ana endi keyingi safar yana bitta yangi list qo'shadigan bo'lsak, mana ma'lum значениеlar hammasi shu oxirgi kiritgan сохранить qilganim bo'yicha qovuradi. Endi bu yog'iga o'tadigan bo'lsak, detallarni mana kirg'izish sxemasi. Birinchisi detallar nomi, detal uzunligi, eni, soni, tekstura yo'nalishi, kromkalarniki birinchi ikkita uzun taraf va ikkita kalta tarafiga. Mana bu tepadagi nomlanishlari sizlarda boshqacha bo'lishi mumkin. Uni nomlarini o'zgartirish uchun mana bu knopkaga bosamiz. Mana bu yerdan o'zingizga ma'qul bo'lgan nomni berib yuborsanglar bo'ladi. Paz bo'lsa, pazi bu galochkasi chiqadi, sverleniya bo'ladigan bo'lsa, присадка bo'lsa galochkasi chiqadi, frezasi bo'lsa, bu yerda ham galochkasi chiqadi. Изделие, ya'ni mahsulot, используемое количество, ya'ni kroyga tushayotgani, и остатки, kroyga tushmagani, и описание, ya'ni qanaqadir qo'shimcha informatsiyalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha informatsiyalar kroyda ko'rinib chiqadi degani. Mana bu knopka nima ekan? Группа действия над выделением деталей. Ctrl+B knopka.
hozir kelinglar, mana bu yerda birinchi mana bu nastroykalarni to'g'irlab olaylik. Ya'ni naminavание, detal nomi deylik. Detal nomi Dilina Shirina. Bu Dilina Shirina adashmasam o'zgarmas edi, постоянно shu nomda qo'yardi. Okey, mana detal nomiga o'zgardi. Ana endi mana buni o'zgartirib ko'radigan bo'lsak, to'ppa-to'g'ri o'zgarmayapti. Buni programmistlarning o'zi shunaqa qilib qo'ygan, qanaqadir xatolik ketib qolmaslik uchun. Mayli, buni shundoq qoldirib turaveramiz. Kolичествоga soni deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. Qisqasi mana shu ikkitasi o'zgarmaydi, qolganlari o'zgaradi. Teksturaning yurishi. Buni ham o'zingizga yoqqan tilda yozib qo'ysangiz bo'ladi. Men обычно TFT deb yozaman. Xo'p, izделие mahsulot deb yozaylik. Izделиеning soni ekan. Bu uzr kechirasizlar, mana men xato aytib ketibman. Izделиеning soni, ya'ni mahsulotning soni nechta bo'layotgani и kroyga tushmagan. Остаток количество деталей не вошедших kroy, раскрой. Ya'ni kroyga tushmagan detallarning soni. Mana mana bundan ko'tarib qo'ysak bo'ladi. И описание, ya'ni kommentariya deylik, qanaqadir. Buni ham ko'tarib qo'yaylik. Mana bunda endi o'zingizlar mana nomini qarab o'qib ko'rib chiqaverasizlar. Bu yerda endi вообще-то bizga kerak bo'ladigan narsasi izделие kod kerak bo'ladi. U ya'ni artikul bo'ladi. Artikul deb yozaylik. Buni galочкасini qo'yib kerakli joyga qo'yib qo'yaverasizlar. Bu nastroykani o'zingizlarga moslab qo'yaverasizlar. Menikiga qarab o'tirmanglar. Men bunaqa qilayotganim sababi GitLabni bazasi bilan совместно ishlataman. O'shanda menga удобнее bo'lish uchun mana shunaqa ketma-ketlikda ko'rinishda qilib ketaman. Shu mana bu joylari menga hozircha shart emas. Bo'ldi. Ana endi har safar boshqacha qilish kerak bo'lsa, mana Mahmudga bosib o'zingizlarga kerakli shablonlarni saqlanib qilib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun raspilga boshqacha, uslubga boshqacha spiskada, bazisga boshqacha spiska ko'rinishda qilib saqlanib qilib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun kelinglar, birinchi bitta saqlanib qilib olaylik. Mana Mahmudni ko'rib turgan bo'lsanglar, ozgina mana Mahmudni yozuvlar ustiga chiqib ketyapti, artikul mana katta bo'lib ketyapti. Buni nastroyka qilish uchun mana Mahmudda Shirina degan joyi bor. Shu Shirinaga kerakli значениyani kirgizamiz. Mana kichraydi, mana Mahmudlar sal kengaydi. Bu mahsulotni ozgina kichraytirsak bo'lar ekan. Mana mahsulotimiz 8 bo'lib ketibdi. Kelinglar buni 6 qilaylik, kommentariyani ham kamaytiraylik. Kommentariy 5 bo'lsin deylik. Mana. Bu proporsionalniy hisobda kengayib kattalashadi. Shuni hisobini olaylik. Bergan значениyalar qanaqadir miqdorda bo'linib ketadi. Uni praktika qilib tushunib olasizlar. Sonida ikkita turgan ekan. Kelinglar, mana shu chiqib qo'yib qo'ying. Okey. Bu endi как mebelga bo'lsin deb aytaylik. Ana endi uslubiga bizga misol uchun mana bu artikul kerak emas. Detal nomi kerak, soni kerak, tekstura kerak, kromkalar kerak. Qolgan mana bu joylari kerak emas bo'lsin deylik. O'shanda mana buni qilamiz. Yangi как profil создать qilamiz. Usluga deb nomlaylik. Usluga deb xuddi shu narsani ochib berdi. Mana bu ham bir xil. Hozircha ana endi bu yerdan keraklarini o'chirib chiqaveramiz. Hop, kromka kerak, puzzle kerak emas. Mana bularni o'chirib tashlaymiz. Mana artikulni pastga tushirib qo'yaversak. Detal nomi, Dilina Shirina, tekstura, kromkalari chiqib keldi. Hop. Ana endi bu yerda hamma narsalarni ko'rib bo'ldik. Mana svойствоga kiradigan bo'lsak, parametrlar nimani освоить qilayotganini ko'rib olsak bo'ladi. Mana Dilina lens degan narsalarni olyapti. Buni endi ko'proq etiketkada o'tganimizda ko'rib chiqamiz. Hozircha bu narsa bizga shart emas. Ana endi detalli nomini beradigan bo'lsanglar, baka deb yozib ketaverasizlar.
Enter'ni bossa, keyingi qatorga o'tib ketaveradi. Mana длинасы 550, shirinasi 300 и sonini kirgizib ketaverasizlar mana. Bitta teksturasini bor qilamiz. Ana endi kromka berishimiz kerak. Kromkamizda hozir yo'q. Kromkani qo'shish uchun mana bu yerda добавить L kromka degan knopkasi bor. Bu yerdan qo'shsanglar ham bo'ladi yoki da mana добавить operatsiya qilib mana bundan qo'shsanglar ham bo'ladi. Yoki da mana shu mishkani o'ng tarafidan bosib, mana добавить deb bossanglar mana bu spiskani chiqarib beraveradi. Eng oson variant mana bundan bosamiz. Kromkani nomini beramiz. Kromkaga kod menimcha shart emas. Yozamiz. Ko'rib turgan bo'lsanglar, men birini oldin 19ni keyin qilib yozaman. Bu nimaga qilinadi? O'zbekistonda Toshkentda ko'plar 19 ga 1 deb nomlaydi. Bu вообще-то texnически noto'g'ri hisoblanadi. Ko'pchiliklar endi sporlashishi mumkin, lekin na samim deylik. Talshina har doim birinchi ko'rsatilinishi kerak to'g'ri nomlanishi uchun. 1 ga 19 bo'lsa, o'shanda to'g'ri nomlanayotgan bo'ladi. Shu joyiga e'tibor berasizlar. Agar xohlasanglar 19 ga 1 qilsanglar ham bo'laveradi. Endi kimga qanaqa? Menga mana shunaqa boshida o'rganganman. Talshinani boshida qilib yozishni, dallashim shunaqa ham ketaveradi. Ana endi bu kromkani parametrlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak mana bu yerda учитывать material, ya'ni material hisobga olish degani, shirinasi 19 qo'yiladi. И talshinani misol hozircha 0 qoldirsa ham bo'ladi, bularni ham 0 qoldirsa bo'ladi. Agar uslugi bo'ladigan bo'lsa, вообще-то 0 qoldirsa ham bo'ladi. Bazisdan o'tadigan bo'lsa, avtomatik programma o'z nastroykalarini qilib bularni. Procent отхода material 0 qoldiradi bu ham. Длина остатка по краям, ya'ni chetidan qancha chiqib turishi kerak bo'ladi degani. U kromочный stanoklar 1 metrli detalga 1 metr kromga toza расход qilmaydi. Chetidan 3 sm отход chiqazib yuboradi. O'sha отходni mana shundan qo'shib qo'yishimiz kerak, расход to'g'ri hisoblanishi uchun. Minimalniy клеевание длина, ya'ni minimalniy uzun tarafini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Minimalniy uzunlik adashmasam 200 mm bo'lardi. И kromkani simvoli A, B qisqasi bitta simvolda bo'ladi. Nomermi, xod, u harfmi farqi yo'q. Bitta harf bo'ladi, bitta simvol oladi o'ziga. Hop, цвет для облицовки. Kromkani ko'rinib turishi. Bu narsa endi karta kroyda ko'rinadi. Hozircha bizga shart emas. Liniya markirovki. Nomerlanishi bu. Mayli 0 da turib turaversin. Ограничение, cheklanish. Минимальный размер стороны деталей перпендикулярно оклеиваемой стороны. Ya'ni mana uzunligi hisobiga eni necha bo'lishi kerak degani. Minimalniy eni bizda 70 bo'ladi. Ko'p stanoklarniki narxini yozib qo'ysak bo'ladi bu yerda. Misol uchun usluga qilinayotgan bo'lsa 1800 so'm yo 3000 midi. 3000 edi shakl adashmasam 3000 so'm bo'lardi. Округление длины материала, ya'ni yaxlitlanishi, qanaqagacha yaxlitlanishi kerak degani. 0 dan keyin, nuqtadan keyin ikkita aniq sifra ko'rsatish degani, к ближайшим yaqin tarafiga qilish degani. Buni endi praktika qilib ko'rsanglar bo'ladi. Hozir bunga uncha batafsil to'xtalib o'tirmayman. К большому deymiz ham. Mana bunda turaversin. Materiallar narxi. Material narxi mana bundan olaveradi. Cena operatsiya bu yerda raspilshiklar necha pul olishini ko'rsatsanglar bo'ladi. Misol uchun 400 so'mmi yo 200 so'mmida. 180 so'm edi adashmasam. Bu ham mana bunda tursin. Bo'ldi. Mana bunga bosib, mana настройки символ цвета. Aniki bunaqa, B'niki bunaqa, hammasini mana shunaqa to'ldirib ketaversanglar bo'ladi. Deb yozamiz. Buni rangini qo'yamiz. Bunga ham yana mana bunga bosib qo'yaman, mana bu значениялар qolish uchun. Mana endi mana bu detalga kromkalarini berib ketish uchun mana bunga bosib, probel knopkani bosadigan bo'lsak, mana bu narxlar ham o'zgardi. Keyingisiga o'tkazish uchun tab knopka probel. Tab probel.
Agarda mana shu detalimizga krugoy kronka urish kerak bo'ladigan bo'lsa, u holatda nima qilamiz? Hozir detal kronkani ustiga bosib mana o'chirib turaylik, tushuntirib berish uchun. Bu holatda mana shu o'tganimizdan keyin mana bir enter teksturasiga qo'ydik, enterni bosdik. Agar teksturani o'chirish kerak bo'ladigan bo'lsa, probelni bossa mana tekstura ham o'chadi. Enterni bosganimizda kronkani anaqasiga nastroykasiga o'tadi. Shiftni bostirib probelni bosadigan bo'lsak, mana krugoy hammasini kronkasini tashlab beradi mana. Shunaqa qilib ketma-ketlikda nastroykalarini qilib olsak bo'ladi. Kelinglar, endi men bunga bitta narsa tushuntirib beray. Kelinglar, bakani nomi Tom. Hop, 400 ga 800 bo'lsin, ikkita bo'lsin. Bakamiz ikkita bo'lsin bundan ham. Hop, kronkamizni ikkita uzun tarafga bo'lsin deylik. Tab knopkasini bosib qilsanglar ham bo'lar ekan. Mana tab knopkasini bossang keyingisiga o'tkazib yuboradi. Stoyka 800 ga 400 bo'lsin deylik, bitta. Hop, buni bitta uzun tarafi bo'lsin deylik. Mana hozir hammasini anaqasini nima deydi, nastroykalarini qilib bo'ldik. Endi eshik deb yozaylik, misol uchun eshik 400 ga 800 krugoy kronka bo'lsin. Shift probelni bosdim, mana krugoy urib berdi. Agarda boshqacha kronka bo'lish kerak bo'ladigan bo'lsa, men yana davayt qilib turib, yangi kronka qo'shib yuboraman. Kronkani nomini berib turib, million deylik. Mana bu значениyalar o'sha boya kirgizgan значениyalarimiz qoldi. Faqat narxini ko'rayotgan bo'lsanglar, narxini qaytadan kirgizib olish kerak bo'ladi. Ana endi mana bu eshigiga ikkili kronka urish kerak bo'lsa, hozircha mana bunda turib tursin. Yana shu shift probelni bosadigan bo'lsak, mana birinchi mana bu qatorda birinchi venga turibdi. Yana bitta shift probelni bossak, mana kilonga o'tkazib beradi. Shunaqa tartibda keyingilariga o'tkazib olsanglar bo'ladi. Raskroy qilish uchun mana raskroy degan knopkasi bor. Hozir bunga bosishdan oldin mana bu yerda listimizning razmerlarini to'g'irlab olishimiz kerak bo'ladi. LDSP vengi 508. 508 imizda demak razmeri 2800 ga 2070 mm bo'ladi. Sonini taxminan minta deb kirgizib yuborasizlar. Bu unaqa обязательный narsa emas. Hop, ishlatilindi. Nechta ishlatilyapti? Qoldi. Tarsovka uzunasiga, tarsovka eniga degani, eslatma qanaqadir ostatkalar bo'ladigan bo'lsa, qirilgan list bo'ladigan bo'lsa, shunaqa informatsiyalarini kirgizib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir ostatkalar bilan ishlash qanaqa qilinadi, ularni ham tushuntirib beraman. Nomlarini o'zgartirish uchun mana bu yerga bosasizlar, shu yerdan kerakli nomlarni berib yuborasizlar. Bu yerda naименованияda adashmasam bir lista nomi bo'lardi. Yo'q, просто list ekan. Mayli, bu narsa hozircha bizga kerak emas, o'shaning uchun buni o'chirib turib qo'yaylik. Ana endi raskroyga bosaman. Raskroy knopkasiga bosaman. Mana уже raskroyimiz bo'ldi, hammasi tushdi. Agarda endi biz buni qanaqadir ruchnoy kroy qilishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, unda nima qilamiz? Mana bu yerda redakировать раскрой degan knopkasi bor. Shunga bosamiz. Bu yerda mana bu okno ochiladi. Oknoni полный qilish uchun mana bu knopkasi bor. Shuni bossak mana полный ekran bo'ladi. Xuddi YouTube ga o'xshab полный ekran qilish. Разрешитga bosib turamiz hozircha. Обычный rejim mana escape knopkasi ekan, mana buni bossanglar bo'ldi. Adashmasam F9 knopkasida katta ekran bo'lardi, mana. F11 da ham katta ekran bo'lardi mana. Ruchnoy o'zimizni taxlashimiz kerak bo'lsa qanaqa qilamiz? Uning uchun mana kerakli ma'lumotlar ish qilaylik. Birinchi qanaqadir detalni esimizdan chiqarib qoldirdik deylik. Men plus knopkasiga bosaman. Kerakli detalni kirgizib yuboraman. Yashik deylik. Kronkasini ko'rib turgan bo'lsanglar, ma'muli qora rangda, bular oranjiy rangda bo'lib turibdi. Oranjiy rangda bo'lib turibdi degani bu уже kroyga tushmagan degani, kroyda yo'q degani, oranjiy rangda. Shu joyga e'tibor olasizlar. Mana bu joyimizni mana aktivniy bo'lib qoladi. Dakroy degan knopkamizni agarda men hozircha mana 0 qilib turay, уже mana qora rangga aylandi уже bu. Chunki уже 0 bo'lib turibdi. Kelinglar hozircha teksturasini o'chirib turay tushunarli bo'lishi uchun mana seriya bo'lib qoldi. Dakroy
knopkasi и kereli значениyani bu yoqqa berib yuborsak, mana oranjiy bo'lib qoldi, kroyda yo'q degani. И mana knopkamiz aktiv bo'lib qoldi. Shunga bosadigan bo'lsak, programma avtomatik o'ziga ma'qul kelgan joyga tashab beradi. Va agarda bu kroy sizlarga yoqmayotgan bo'lsa, ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bu teksturasini o'chirib qo'ydim spesialniy. Endi buni bosamiz. Buni qaytadan qo'yib chiqishimiz kerak bo'lsa, unda mana detal ustiga bosamiz. Bosib turib, mishkani 10 knopkasini bosamiz. Mana bu yoqqa o'tkazib yuboradi. И mana salmandor olib turaylik mana. И qolganlariga ham shunaqa qilib ketaveramiz. Tanlab turib, chap knopkada 10 knopkani bosib o'chirib yuboramiz. Ana endi buni qo'yish uchun shu kerakli detalni tanlaymiz. Bu yerdan spiskadan и shift knopkasini bosib turamiz mana. Shift knopkasini bosganimizdan keyin mana bunaqa yashil ekran qilib chiqazib beradi, kroyga tashlab beradi. Kerakli joyga mana kerakli joyga qo'yib yuboramiz. Detalni powerot qilish uchun mana teksturasi uchun alt knopkasini bosib turishimiz kerak bo'ladi yoki Ctrl knopkasini bossak, o'zi bitta powerot tashlab beradi. No, eng yaxshisi alt knopka ekan. Mana alt knopkani bosib tursak, detalni naborot tarafiga teksturasini aylantirib beradi. Bitta bosamiz, keyingilari mana shunaqa bosib ketaveramiz. 2 marta praktika qilib olsanglar, o'sha qo'lingizga o'rganib qoladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana menimga yana bitta liniya tashab qo'yapti. Boshida esingizda bo'lsa 7 mm mi 6 mm kirgizdim. Zapas arrani haqqiga deb o'sha joy mana shu joydan ko'rinib turibdi. Agarda sizlar oddiy ruchnoy stanokda ishlayotgan bo'lsanglar, unda o'sha joyini 0 qilib qo'ysanglar bo'laveradi. Agarda mana shu palasani polni o'chirib yuborish kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki mana palasani, shu palasani eng chet joyiga mana bundoq bossanglar, mana bitta palasani belgilab beradi. Yoki mana palasa. Mana shu palasani belgilab turib, 10 knopkani mana shu joyiga bossanglar bo'ldi. Shu palasani ichida nimalar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni hammasini o'chirib oladi. Yana mana bunga bosib bundoq qilsak. Agarda polni palasani o'chirish kerak bo'lsa, mana shu palasani shunday belgilaymiz. И 10 knopkani bossak, mana o'chirib chiqazib yuboradi. Mana bu yoqqa tashlab beradi. Hozircha admin qilib turaman. И mana polni palasi bundoq. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Ruchnoy redaktor qilib bo'lganimizdan keyin обязательно OK knopkasini bosishimiz kerak. Admin knopkasini emas. Admin qiladigan bo'lsak, bizani mana eski kroy holatida saqlanib qolaveradi. Shu joyga e'tibor berasizlar. OK ni bossak, o'sha mana kroy ham o'zgaradi mana. Mana bunaqa bo'lib chiqadi. Spiski bu yoqda chiqmasligi mumkin sizlarda. Mana holatda chiqishi mumkin tepada bo'lib. Endi o'zingizga qaranglar, vertikalniy interfeys yoki gorizontalniy interfeys qaysi biri sizlarga udobniy bo'lsa, o'sha interfeysda ishlayversanglar bo'ladi. Mana bu joyda nimalar bor ekan. Bu joyi mana Mahmudga javob beradigan narsasi. Ya'ni birinchisi nomer karta kroya, birinchi karta kroy, ikkinchisi format, ya'ni listni necha formatda bo'layotgani. Uchinchisi S kolleksiya list raskroy, ya'ni nechta list ketayotgani. Birinchisi mana shu karta kroyda nechta ketayotgani. Undan keyingisi mana bunisi bo'ladigan bo'lsa, bu общий итого раскрой listi hisobi bo'ladi, nechta ketayotgani. Undan keyingisi CR'imizda detallarning soni, ya'ni shu kroyda nechta detal chiqayotgani 11 ta и общий итогоsi. AP ya'ni kvadraturasi. Shu kroyda necha kvadrat и общий umumiy necha kvadrat detallarning soni bo'layotgani. Detallarning kvadrati to'g'rirog'i. Undan keyingisi to'linishi. Kroyi listi necha foiz to'lishi hisoblanadi. Mana LT to'g'rirog'i F ekan, uzr F. Процент заполнения на карте кроя, процент заполнения раскроя. Necha foiz to'layotgani, unumdorligi mana shundan ko'rsanglar bo'ladi. Keyingisi T tarsovka ekan, mana qancha tarsovka bo'layotgani. Agarda arran uzunligi necha metr yurishi kerak bo'ladigan bo'lsa, mana LT длина реза на карте раскроя, общая длина реза в раскроя. Mana shuni yoqib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Уже o'zgardi, faqat ozgina sig'mayapti. OKni bosib turib qaytadan ochadigan bo'lsak, mana уже tushgan bo'lishi kerak edi, lekin tushmadi.
Demak, mana bu razmerlarni ozgina to'g'irlab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni buni 5, buni 10, kolitsiyani 6 berib yuboraylikchi, qani. Mana уже normalniy joylashdi. Mana bu knopkani bosadigan bo'lsa, yangi karta kroyi tashlab beradi. U kelinglar, mana bunday narsa qilaylik. Bizda qanaqadir bitta ostatki listimiz bor deb hisoblaylik. Kelinglar, mana bunday qilamiz. Mana buni ham tushuntirib ketaylik. Izdeyle, ya'ni mahsulotning nomi shkaf deb beraylik. Mana shkaf deb beramiz. Uzr, shkaf mana soni bitta bo'lsin deylik. Kelinglar, 3 ta shkaf bo'lsin deylik. Qaytadan o'chiramiz. Mana x mana buni bossak, kroyi umuman o'chirib yuboradi. Qaytadan qilib ko'ramiz. Mana qaytadan qilib ko'rganimizda mana bu 6 ta detal boshqa listga o'tib ketyapti, lekin bizda shu listga to'g'ri keladigan ostatki listimiz bor deb o'ylaylik. U holatda qanaqa raskroy qilamiz? Uning uchun mana listiga ostatkiga kiramiz. Bu yerdan mana plus knopkasiga bosamiz. Stavit mana. Shu yerga mana shu ostatkamizning razmerini kirgizishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 550 ekan, biz 600 la taxminan razmerini berishimiz kerak. Aynan razmeri. To'g'ri uzunligini razmeri ekan 600 ga 2070 lik ostatki listimizda bor deylik. Soni bitta. Qoldi mana hali ishlatilmadi, bitta turibdi. Tarsovkalari necha bo'lish kerak chetidan. Yana bitta narsani hisobini olinglar. Bu yerda tarsovka qilayotganingizda mana asosiy tarsovkaga ta'sir qilmaydi, mana bunga ta'sir qilmaydi. Buni davayte mana bunaqa deb olinglar. Mana shu ostatki listimizda bor. Lekin shu ostatki listimizda mana shunda palasa deb oladigan bo'lsa, shu palasani qatidadir ozgina defekti bor deb olaylik. Shu defektini yo'qotish uchun bizga 20 mm li enidan tarsovka qilishimiz kerak bo'lsa, mana tarsovka E deb yozilgan, tarsovka E. Shuni 30 mm enidan olib tashagin deylik. Uzunligidan bo'lsa, shu 5 mm qovursin deb aytaylik. Eslatma. Misol eslatmaga qaysidir kliyentning nomini yozib qo'ysanglar yoki zakaz nomeridan qolganligini yozib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun mana bunday qilaylik. 849-zakazdan qoldi deb aytaylik. Mana endi mana shuni tashlab yuborishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun karta kroyini ochamiz. Mana buni mana bu yerdan udalit karta kroyini bosishimiz kerak bo'ladi. Shu karta kroyi mana o'chirib yubordi, faqat shuni o'zi qoldi. OKni bossak, mana bu knopkamiz aktiv bo'lib qoldi, Dakroid. Endi bunga bosadigan bo'lsak, o'sha ostatga listimizga tashlab berish kerak edi, lekin tashlab bermadi. Nimaga? Chunki mamti tarsovkamiz kattalik qilyapti menimcha. Kelinglar 10 mm berib turaylik. Hozircha mana buni o'chirib turaylik. Yana bitta Dakroid qilib ko'ring. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, ostatkamizga tashlab berdi. Yana bitta narsasi bor, bitta joyi bor. Shuni e'tiborga olishinglar kerak bo'ladi. Mana bu spiskamiz. Shu spiskamizda agarda ostatkamiz asosiy listdan, katta listdan tegida turadigan bo'lsa, u holatda mana bu Dakroyimiz katta listga anaqani tashlab yuboradi. Shu detallarni tashlab yuboradi. Mana hozir prova qilib ko'ramiz. Mana asosiy katta listimiz tegida ostatki listimiz. Shunaqa holatlar bo'lib qolishi mumkin. Sizlarda adashib spiskani tagiga tashlab yuborishinglar mumkin. Bu holatda pay ideyu tagiga tashlab yuborishi mumkin. Endi programma birinchi spiskada nima turgan bo'lsa, o'shanga qilib beradi. Hozir tekshirib ko'ramiz. Xuddi to'g'ri aytganimdek bo'ldi. Ya'ni katta list formatiga tashlab yubordi. Agarda buni tepaga qilib qo'yadigan bo'lsak, buni o'chirib turamiz. Mana bu yerdan. Okey, endi Dakroid qilamiz. Ana endi kichkina listga tashlab berdi. Ana endi kelinglar mana bunday narsa deb olaylik. Xuddi shu kroyimiz optimallik bo'ldi deylik. 30 ta qilishimiz kerak bo'lsin deylik. 30 ta komplekt bo'ladigan bo'lsa, o'shanda mana 10 ta ostatka listimiz bor, 10 ta mana bu katta yaxlit listimiz bor. Lekin bizga shu kroy yoqdi. Shu kroy yoqqanda optimalnisini qilib olish kerak deylik. Mana shu kroyda qovursin deylik. Unda qanaqa qilinadi? Mana bu 30 beraman. Mana bu knopkamiz aktiv bo'ladi. Endi bu knopkani bosib turib, bu yerda mana kolичество degan joyini
Mana ko'radigan bo'lsanglar, количество listov maksimum 10 ta deb yozib turibdi. Shuni 10 taga qo'yamiz. Mana уже mana spiskamiz kamaydi. Mana endi ma'lumotga kiradigan bo'lsak, uni bossak 1 deyapti. Nimaga? Chunki mana ma'lumotda ishlatilindi, soni mana ma'lumotda 1 turibdi. Shuni 10 qilib qo'yadigan bo'lsak, mana endi qaytadan kiradigan bo'lsak, mana endi 10 chiqyapti. Bunikida uzr. Mana bunda ham yana 10 chiqyapti. 10 qilib qo'yadigan bo'lsak bo'ldi. Ya'ni xuddi shu kroydan 10 ta kesilish kerak bo'ladi degani mana mana bu ko'rinib turibdi. 10 ta xuddi shu karta kroydan kesilish kerak bo'ladi degani. Mana bundan ham xuddi shundan yana 10 ta kesilish kerak bo'ladi degani. Mana bu ham ko'rinib turibdi. Mana xuddi shu karta kroydan 10 ta kesiladi. Общий 20 ta list kesilyapti degani. Bundan ham mana 10 ta bo'ladi degani. Agarda bu 1 bo'lganda bu yerda ham 1 deb ko'rsatgan bo'lardi. Ana endi kelinglar mana bunaqa narsa qilaylik. Agarda mana bu palasamizni birinchi kesilishini rezini o'zgartirishimiz kerak bo'lsa, unda nima qilamiz? Hozir bu yerda sal noto'g'ri narsa bo'lib qoladi. Kelinglar paka mana o'chirib turaman. Hozir mana bu kroyimiz sal noto'g'ri hisoblanadi, chunki bitta mana bunda katta palasa kesib olish kerak bo'ladi. Undan keyin mana buni kesish kerak bo'ladi. Keyin mana bularni, keyin mana bundan yana ozgina 5 mmlik tarsovka, mana bundan ham mana buni kesish kerak. Bu texnik noto'g'ri bo'ladi. Bizga mana bunaqasiga uzunasiga kesib olganimiz udobniy hisoblanadi. O'shani qanaqa qilamiz? Uning uchun mana bunda razvernut rezi degan knopkasi bor. Shuni bossak, mana уже birinchi rezimiz bunaqasiga tushdi. 3 ta palasamiz bo'ladi. Ya'ni birinchi razmer 800 ni qo'yadi. Bitta, ikkita palasani oladi, keyin 400 lik razmerni qo'yib oladi. Bunaqasiga kesib oladi. 400 razmeri qolganda mana bularni kesib olsa ham bo'ladi, po ideya. 800 razmeriga qaytarib turib, mana bularni kesib olsa bo'ladi degan. Texnik mana mashinamiz to'g'ri hisoblanadi. Agarda buni yana bitta bosadigan bo'lsa, rezimiz noto'g'ri bo'ladi. Po ideya mana bu yerda adashmasam, количество резов на карте раскроя. Mana shuni yoqib turaylik deb 5 ta qo'yaylik mana. 230 ta rezi bo'ladi deyapti. Agarda buni bunaqasiga qo'yadigan bo'lsak, 220 taga уже nima deydi? Ko'payib ketdi. Mana 230 ta rez qiladi degan ekan. Demak, bizga ma'lumotimiz kamroq rez qilar ekan, lekin bu narsa sal noqulay bo'ladi. Shuning uchun mana bunaqasiga qo'rqroq qolamiz mana. Hozir bu razmer qo'yishlari, necha metr razmer qo'yishlari uncha ko'rinmas ekan, bu bazis raskroyda ko'rinadi. Giblabda yo'q ekan unaqa funksiyasi. Qisqasi to'g'ri, mana bunaqa rezimiz kolleksiyasi ko'payib ketishi mumkin, lekin razmer qo'yayotganimizda kamroq razmer qo'yamiz deb detallar ham kamroq pоворot bo'ladi. Shuni hisobiga operator unaqa qiynalmaydi buni kesish uchun. Qisqasi shunaqa. Mana menga kerakli mana detallarni bunda qo'yib olsak bo'ladi. Mana. Bu yog'iga hozir men tushmayapti. Menga ham bitta ikkita qo'ysak bo'lar ekan. Yana 40 ta qolib ketdi. Bu rezni bunaqasiga o'zgartirib olishchi qani. Baribir bularni olishimiz kerak bo'lar ekan. Agarda mana bu rezni, mana ichki palasani eniga sal kattaroq olishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, u holatda nima qilamiz? Kelinglar tushuntirish uchun mana bunday qiling. Mana bunday tushuntirib beraman. Mana bunaqa narsasi ham bor aytgancha. Mana agarda shiftni bosib mana bunda alt knopkani bosib qo'ysanglar, bitta mana bunda palasa tashlab beradi. Bu ozgina palasalarni ko'paytirib yuboradi. Yana bitta yo'li bor. Mana shu holatda turganda shu chap tarafga ozgina bunday sursanglar, mana detalni bunday X chiqazib beradi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, o'sha detalni yopishtirib chiqazib beradi degani mana. Bunaqasiga qilib beradi degani. Ya'ni mana bunday katta eniga bunday oladi, keyin buni chiqazib yuboradi degani. Mana shunaqa qilib, mana o'rtadagi palasani kattaroq qilib chiqazib yuborsak bo'ladi. Ana endi bu palasani ham 211 ekan razmeri, shuni
bundan ham kattaroq qilsak bo'ladi payda. Chunki men buni rezni bunaqasiga kesib turib, men anaqani razmeri katta qilsak bo'ladi. Uning uchun nima qilamiz? Uning uchun mana bu yerda расширить полосы degan knopkasi bor. Shuni bossak, mana rezni bunaqasiga tashlab yubordi. Bunda chiqazib berdi. 211 edi, 243 ga kengaydi. Mana yaxshiroq atqut bo'lib, xolasa bo'lib chiqazib beradi. Mana bundoq ko'radigan bo'lsak, kelinglar, mana bundoq qilaylik. Bundoq deb olaylik, buni bundoq qo'yaylik. Hozir mana bunga ichki joyi atqutga chiqib ketyapti. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mana bu yerda ko'rinyapti. 27 lik joyi, ingichka joyi atqutga chiqib ketyapti. Bu texnik buni ma'mda surib turib qo'yarsa ham bo'laveradi. Shuning uchun 315 mi? Mana ma'mda qo'yarsak, mana yaxshiroq bitta ostatki bo'lib chiqadi. Kerakli joylarga ishlatib yuborsak bo'ladi. Okey. Mana endi mana bunday narsa qilaylik. Hop, tarsovka qancha tarsovka bo'lishi kerak? Длина, ширина, поширина. Bu narsalar xuddi shu boyagi spiskadagi narsalarga o'xshagan narsa. Dlinasini bunday yoqib turib, sol 10 qo'rsak, mana уже mamtimiz уже kengaydi mana. Tarsovkamiz именно shu karta kroyi o'ziga o'zgarib chiqazib qilindi. Misol uchun mana 15 ola olarmikan? 15 ham oldi mana. Bunaqasiga ham paydaga oladi mana. Chap tarafida eniga минимальный отступ снизу, торцовка по ширине 15 qani. Mana уже karta kroyimizni ikkita tarafdan siqilib yopishib kelyapti mana o'rtaga. Mana shunaqa qilib detalimizda chetida, listimizda chetida qanaqadir defektlari bo'lsa, mana shu joydan kerakli значениyani kirgizib yo'qotib bo'ladi. Mana bu yerda mana bunaqa narsasi bor. Отфильтровать детали с нулевыми остатками. Buni bosadigan bo'lsak, mana bunaqa spiska chiqazib beradi. Bu spiska nima degani? Buni bosadigan bo'lsak, mana bu seriya turganlari уже kroyda borlari hisoblanadi. Mana to'q rangdagilari уже kroyga tushmaganlari hisoblanadi. Bu narsa spiska ko'p bo'lishi mumkin. O'sha holatda mana shu knopkaga bossak, faqat kroyga tushmaganlarini bizga spiskaga chiqazib beradi. O'shanda mana shu удобный hisoblanadi. Mana shundan to'g'rilab borsanglar bo'ladi. Kelinglar mana bunday qilaylik. Hozircha mana interfeyslari mana mashilib, bularni tushunib oldinglar, qanaqa qilinishlari, detallarni ham tushunib oldinglar. Kelinglar endi bu yerdan mahsulotimiz shkaf bo'ldi. Mana bunisini o'zgartirib ola qoling. Okey. Yana nimalarimiz qoldi? Teksturamizni o'zgartirishimiz kerak bo'lsa, misol uchun mana eshigimizda 400 ga 800 lik detal bo'lyapti, lekin teksturamizni 800 ga o'zgartirish kerak bo'lsa, bu holatda mana bu knopka bor, поменять размеры местами для выделенных деталей. Bossak, mana teksturasi mana oknolar chiqadi. Hammasiga okey knopkani bosamiz, mana o'zgartirib chiqazib berdi. Shunga yarasha kronkalarni ham joylashuvi o'zgarib ketadi. Shuni e'tiborga olasizlar. Misol uchun kelinglar mana bunday qilaylik. Mana shu kronkalarning joylashuvlari o'zgaryapti. Shunaqa qilib kerakli detallarni teksturasini naborotiga qo'shsanglar bo'ladi. Misol uchun виделить qilib turib, Ctrl knopkasini bosib turaman. Mana qo'rsak ham bo'ladi mana. Kerakli detallarni belgilab turib, aylantirib olsak bo'ladi. Mana bunaqa обработка qilsa ham bo'ladi. Групповой обработка. Групповые действия над выделенными деталями. Mana teksturasi da deyapti, teksturasi bor deyapti. Teksturasini olib tashlaylik deylik mana. Teksturasini qo'yarkanmiz to'g'rirog'i. Kronkalanishi mana eli kronka. Kronkasini kelinglar hammasini bir xil qilaylik deylik. Shu yoqqa bu bu bo'lmasin deylikmi? Hozir boshqacha holatda turibdi. Bularga ikkili, bunga birli kronka urilyapti. Okeyni bosadigan bo'lsak, mana biz kiritgan значениyalarni chiqazib beradi. Sortirovka qilish. Qanaqa sortirovka qilish? Izleyli mahsuloti bo'yicha длина, ширина, kerakli knopkalarni qo'yib qo'ysak, shu bo'yicha sortirovka qilib beradi. Dlinasi bo'yicha deylik. Naymini o'chirib turaylik mana.
Birinchi mana anaqasi kam длинasi и kattalashib ketayotganiga qarab sortirovka bo'lyapti. Mana bunga bosib qo'ysak, снять выделение mana o'chirib tashlaydi. Направленияsi adashmasam teskari anaqada qilib berardi. To'ppa-to'g'ri mana teskari holatiga kamayib borish tartibida sortirovka qilib beradi mana. Tekstura mana bu yerdan qo'yilishi, qanaqasiga qo'yilishi, снять текстуру для выделенных деталей, установить текстуру для выделения деталей. Misol uchun mana ma'noni belgilab turay, Ctrl knopkasini bosib, buni bosadigan bo'lsak, teksturasini qo'yib beradi mana. Buni bosadigan bo'lsak, buni o'chirib beradi. Горячий klavishasi Ctrl D ekan, qani. Горячий klavishasi bir xilda ishlamaydi nimagadir. Shunisi ham bor, shuni hisobga olasizlar. O'zi sinat bo'lgan ekan, uzr. Mana bu knopkasi nima? Hozir mana ishlamayapti. Sababi mana bu yerda boshqacha listimiz yo'q. Bu kelinglar, mana bunda добавить qilaylik. Klient aytayapti, kelinglar eshigini kombinatsiya qilaylik, kulon rangdan bo'lsin deb xohlayapti klient. Lekin biz detalirovkada vengiga yozib qo'ydik. O'shanda klonga o'tkazish uchun mana bu knopkani bosamiz, перенести в другую операцию. Klon chiqadi, kerakli rangga tanlab qo'yamiz. Endi hozir men bitta dona eshikda sizlarga primer qilib ko'rsatdim. Bu yerda ko'p eshiklar bo'lishi mumkin. Misol uchun mana Ctrl-larni bosib turib, mana bundoq qilib borsak, o'sha belgilaganimiz mana klonga o'tib ketadi. Yoki klondan qaytadan bu yoqqa qo'yish uchun mana vengiga bosamiz. Bu yoqqa o'tdi. Shunaqa qilib qo'ysalar bo'ladi. Keyingisi свойства, ya'ni detalli xarakteristikasi mana mana shu yerdan chiqazib beradi. Mana bu knopkadan yoki-da горячий klavishasi Ctrl пробел. Mana Ctrl probelni bosdim. Mana bu yerda mana uchta chizuv chiqazib beryapti. Bu tekstura yo'nalishi. Misol uchun mana buni ko'radigan bo'lsak, mana bunaqasiga chiqazib beryapti. Описаниеga qanaqadir stoykada qo'shimcha ishlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerga yozib qo'ysak bo'ladi. Soni mana 30 ta. Группировать в блок. Как раз hozir mana bitta joyi qolib ketyapti, shuni tushuntirib beraman. Kelinglar, mana bunday narsa qilaylik. Добавить qilaylik. Planka deb nomlaylik. Plankamiz bo'lsin 400 ga 60. Bundan bo'lsin 30 ta bo'lsin deylik. Teksturasi bo'lsin. Kronkasi bu yog'iga, bu yog'iga bo'lsin deylik. Ko'rib turgan bo'lsanglar, mana bu qizil rangi o'zgardi. Menimcha to'g'ri ishlayapti. Yo'q, to'g'ri. To'g'ri ishlayapti. Mana bu yerda qora rang, lekin bu yerda qizil rang. Nimaga? Sababi mana bu enimizni biza kirgizgan, mana bu qanaqa qol, mana 70 mm dan kam bo'layotgani uchun mana bu joyda bizada detalirovkada qizil chiqazib beryapti. Ya'ni ogohlantiryapti, eniga razmerimiz kamda. Kronka stanokka buni 60 tiq bo'lmaydi. Shuning uchun bitta yo'lini qilsak bo'ladi. Ya'ni объединить qilsak bo'ladi. Uning uchun nima qilamiz? Shu detalni ustiga Ctrl probelni bosamiz. Mana bunday oknos chiqadi. Bizga xuddi shu mana shu uzunasiga mana bu yoqqa ikkinchisini ulab berishimiz kerak bo'lsin deylik. Bu holatda mana группировать в блок подводda bu ширине qilishimiz kerak bo'ladi mana. Minimalniy количество, minimalniy soni nechta bo'lishi kerak, maksimalniy soni nechta bo'lishi kerak. Ikkitaga ikkita bo'lsin, minimalnisi ham maksimalnisi ham. O'shanda ikkinchi detalni mashitga yoniga qo'yib chiqazib beradi degani bo'ladi bu. Okeyni bosamiz. Lekin bitta narsani hisobini olinglar. Hozir raskroy qilaman. Kelinglar, mana bunday qilaylik. 30 ta qilib qo'yingman buni. Kelinglar. 6 ta deb berib turing. Detalirovkamizda mana izdelanimizni sonini 2 ta deb beraylik. Hozircha yetadi. Raskroyga o'tib, raskroy qilib yuboramiz. Ko'rib turgan bo'lsanglar, mana bu seriya liniyada tashab beryapti. Detalimizning eni 60 edi, arrani haqqi mana 4 qilib tashab beryapti, общий 124. Bunga avtomatik programma GiPCADda yoki
xozmada kadmatikka o'tkazganinglarda bu yerda ikkita detal bor bo'lganini hisobiga ikkita etiketga chiqazib beradi. Agarda buni ruchnoy qo'ymoqchi bo'lsanglar o't betga, shu joyda ozgina xatoli ishlaydi. Shu joyini hisobga olinglar. Menimcha keyingi obnovleniyalarda bu to'g'rilanib chiqazib beriladi. Hozircha tushuntirib bering nima bo'lyapti. Detalni bosdim, kroydan olib tashladim. Mana ostatkada 4 ta deb chiqazib berdi. Endi kelinglar mana bunga qo'shadigan bo'lsak, mana buni bitta qilib ko'rsatib bermaydi. Ikkita detalni bitta qilib ko'rsatib bermaydi. Отдельно qilib ko'rsatib beradi. Shu joyini e'tiborga olinglar. Agarda mana bunga ham qanaqadir operatsiya qiladigan bo'lsak, misol mana bunda qo'ysak, mana bularni ham shu chochib yuboryapti. Shunaqa momentlari bor. Shu joyini hisobga olib qo'yasizlar. Mana shu joyini ko'rsatib bermoqchi edim. Kerakli tarafga mana shu yerda значениyani длиннasiga ham, shirinasiga ham qo'yib, mana bundan kerakligini qo'yib chiqazib yuborsanglar bo'ladi. Buni o'zingizlar yana bitta praktika qilib ko'rasizlar. Xo'p, kromkani o'tib aniq qildik, tushuntirib berdim. Mana endi yana bitta nima narsalari bor. Botga bosadigan bo'lsak, kromka обработка поверхности, ya'ni qanaqadir mana shu detallarimizda обработка bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsalarni chiqazib beradi. Длина, ширина, pinniy razmer, razmer заготовки, ya'ni qani bu yerdan xo'sh, bu yerda cho'ta ko'rinmayapti. Buni mana bu bitta detalga asvot qilib qo'ysa bo'lardi, adashmasam. Mana bundan qo'shib qo'ysa bo'lar ekan deyman. Bu narsa nima degani? Bu как будто detalni shpanировать qilish degan narsa hisoblanadi. Misol uchun, detalimizni hozir qaysiga qo'ydik-a? Mana shunga qo'yamiz. 400 ga 800 lik detal deb olaylik. Mana bu yerga yozamiz. Shpon и razmerini kirgizamiz. 3 yetayot material turibdi mana. Pinniy razmer и razmer заготовки, ya'ni 420 ga 820 bo'lsin deylik. Толщинasi qalinligi necha bo'lyapti shponni? 0,5 mana. Длина остатка по краям. Ну, kelinglar 400 ga 400 qilsa ham bo'lar ekan, в принципе. И buni tak 10 millimetr beramiz. Pinniy razmerda qovuradi, kesilishi kerak razmerda. И detalga bossak, mana bu yerda o'sha detallarimiz chiqazib beryapti. Обратный sторона. Mana mashinamizga urilayotgan shponimiz bo'ladi. Mana shpon yasin. Hop, bu yerda mana har xil o'zining svойстволari bor. Shularni yana bitta o'zingizlar ko'rib chiqaverasizlar nomlariga qarab. Mana bu yerda mana shpon yasin и обработка поверхности ikkinchi tarafini ham mana shpon yasin qilib ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Сохранitga bossak, bu narsa hozircha bizga shart emas. Uncha kerak ham yo'q. Bizga uslubiga bo'lgani uchun faqat mana shu narsalarni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hamma kroylarimiz tayyor bo'ldi. Hamma kroyimiz tayyor. Endi kelinglar mana bunday narsa qilaylik. Mana bu ostatkamizni o'chirib turaylik. Bundoq qilib katta listga tashlab beraversin deylik. Mana tushda hammasi yaxshi. Ana endi buni raspilga o'tkazishimiz kerak. Raspilga o'tkazishimizdan oldin mana bunga bosib olib, bu yerdan etiketga qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Etiketga qo'shganimizda mana shu programmaga o'tkazganimizda gipkatga yoki kadmatikka o'tkazganimizda raspilchik operator kesganda avtomatik etiketkani chiqazib beradi. Bu operatsiyani qo'shmasa etiketga chiqazib bermaydi. Shu narsani hisobini olinglar. Hop, bu yerda mana etiketkalarimiz tanlanmagan. Вообще-то tanlash shart emas, просто operatsiyani o'zini qo'shib qo'ysak bo'ladi. Lekin обязательно printerga shablon tanlashimiz kerak bo'ladi. Operatorlarni o'sha kompyuterda mana blokda ko'rinib turadigan shablon qanaqa bo'ladi, o'shani tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Hop, darsimiz hozir cho'zilib ketibdi. Keyingi darsimizda mana shu etiketkani qanaqa настройка qiladi, o'shalarni ko'rib chiqamiz. Polni bitta shablon yasaymiz. Hozir ochib ko'rsataychi, qani bizda qanaqa shablonlarimiz bor. Открыть.
narsa o'yladi. Mana o'zi bir ikkita shablonlar bo'ladi tayyori o'zida. Men o'zim qilganlarim ham bo'lishi kerak bu yerda adashmasam. Cho'ta bu yerda ko'rinmayapti. Bu mayli, kelaylik. Bittasini tayyorlab ko'rsatib chiqazib beraveraman sizlarga. Qanaqa qilinadi? Hammasini ko'rib chiqamiz. Nimagadir bizga kerakli etiketka bu yerdan ko'rinmayapti. Mana bu shablonni qilib ko'ramiz. Mana bu yerda qanaqa informatsiyalar ketyapti, nimalar bo'lyapti, hammasini ko'rib chiqamiz. Xuddi bazis berkanikiga o'xshatib, hozir bitta ochib ko'rsatay. Mana bazis berkanikiga o'xshatib, mana bunaqa shablonlarni qanaqa qilinadi, qanaqa shtrix kodlarni qilish, ma'nolarni qo'shish, hammasini ko'rib chiqamiz. Bazis mebel sheyda, bazisda bu narsalar juda ham oson qilinadi, lekin GitLabda bu narsa sal qiyinroq. Shuning uchun darsni tushunmasanglar 2-3 marta qaytadan ko'rishinglarga to'g'ri keladi. Hozircha shu darsimizni tugatib turamiz. Xayr, salomat bo'ling.